Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xushxabar kanalimizga yana sizlar bilan Avtoradar detektor kanali. Xullas, bugungi mavzuyimiz detektorlarni upgrade qilish haqida, proshivka bazalarining yangilashi haqida. Ko'pchilik so'rashyapti hozir mendan neonline.ru saytiga kirsak, qila olmayapmiz обновление. Rossiyskiy nomer so'rashyapti deb. Yo'q. Rossiyskiy nomer shart emas. Pastga tushsalaring Telegram kanal turibdi. Telegram orqali registratsiyadan o'tishlaring mumkin. Hozir men sizlarga suhbatimizdan keyin albatta o'rgataman qanaqa yuklashni. Ko'pchilik tushunmasdan ko'p narsa gapirib tashyapti. Rossiyskiy nomer kerakmish, nima keragi bor, unaqa, tuda, suda kerak emas unaqa gaplar. Odamlar sal tushuncha bo'lish kerak. Kulish kerak emas, tushuncha bo'lish kerak. Neoline kompaniyasi biza uchun spesialniy mana shu programmani yaratib berdi. Maqsad nima? Maqsad ko'pchilik black modellarida bo'ldi. Ayniqsa ko'pchilik boshqa modelga urib qo'yib, detektorlar qotib qolib, servisga olib borib, tuzatib, shunaqa voqealar ko'p bo'ldi juda ham. Detektorni qotirib qo'ydi xullas. Proshivkalarni aralashtirib qo'yib, bazalarini, bazasini bunisiga yuklab olib, xuddi shunaqa narsalar bo'lgani uchun kompaniya bizga shunaqa sharoit qilib berdi. Bu uchun kompaniyadan xursand bo'lishimiz kerak. Ya'ni ko'pchilik detektorlarni yo'qotib qo'ydi. Mana bu holatda sizlarga %50% detektorni topish imkoniyatini berdi kompaniya. Hali to'liq ishga tushib bo'lgani yo'q. Xullas ko'p gapirmaymiz. Xullas hozir men sizlarga telefon orqali qanaqa yuklashni ko'rsatib beraman. Qani bo'lmasam biz xullas boshladik. Har doimgidek neonline.ru yozib olamiz. neonline.ru tamom ketdik. Mana bu joyda detektorlarning modellari chiqdi. Biz eng tepaga kiramiz, qaraylik. Eng tepaga bosamiz. Bu yerda обновлениeni bosamiz. Mana bu joyda qaranglar. Bu yerda личный кабинет degan joy bor mana. Ana shuni bosamiz. Mana bu joyga rossiyskiy nomer kerak emas. Pastga tushsalaring, mana Telegram turibdi. Telegramni bosamiz. Mana bu joyga har kim o'zini nomerini teradi. Har kim o'zini nomerini teradi. Men nomerim sizlarga ko'rsatmayman. Terilgan nomerda. Nomerlaringni terib olgandan keyin o'sha joyga dalya tugmasini bosasizlar. Mana Telegram ochildi. Biz ko'rdilar, Telegram ochildi. Pastda принять turibdi. Ko'ryapsizlar? Принятni bosasizlar. Chiqib ketasizlar-da. Endi boshqatdan kirsak mana. O'zi biz ulandik. Pastda принятni bosamiz hozir. Принятni bosamiz, ketgan ulandik. Mana Telegramga kiramiz yana. Mana bu joyda kelib chiqadi bizga mana. Eng pastga tushsak, обновление mana bosamiz. Mana bu yerga добавить qilamizda. Keyin radar detektor tanlaymiz. Qanaqa modelligini mana bu yerda radar detektorni tanladik. Bu yerga kirib mana olaverasizlar. Qanaqa model kerak bo'lsa, olasizlar-da. Faqat orqasidagi etiketkasida yozilgan sifrasini kirgizasizlar o'sha joyga. Bo'ldi, tamom. Hammasi chiroyli bo'ladi. Proshivka bazalarini yuklab olaverasizlar bemalol. Tushuntira olgan bo'lsam juda ham xursandman. Agar kimda kim tushunmay qolgan bo'lsa, pastda описаниеda Telegram kanalimiz silkasini qoldiraman. Bemalol o'tib, mendan so'rasalaring, tashlab berishim mumkin. Baza kerakmi, proshivka kerakmi, hammasini. Salomat bo'lasizlar.